Yirik adabiyotshunos, iste'dodli dramaturg Izzat Sulton 1910-yil 21-noyabrda O'sh shahrida hunarmand oilasida tug'ildi. Otasi vafotidan keyin bolalar uyida tarbiyalandi. 1924-yilda u Toshkentga o'qishga keladi. Avval Namuna ish maktabi, so'ngra ta'lim-tarbiya texnikumida o'qiydi. Texnikumni tamomlagach, maktablarda o'qituvchilik qiladi. Izzat Sulton 1930-yilda O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida o'qiydi. Samarqand shahrida chiqadigan Patrak gazetasi muharririyatida mas'ul kotib bo'lib ishlaydi. 1934-yili Til va adabiyot instituti aspiranturasiga kirib, uni 1937-yilda tamomlaydi. 1943-1948-yillarda davlat rahbarlik lavozimlarida xizmat qiladi. 1948-yildan buyon O'zbekiston Fanlar akademiyasi Pushkin nomli Til va adabiyot instituti, hozirgi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot institutida ishlagan. Izzat Sulton 1932-yildan boshlab vaqtli matbuotda adabiyotshunoslikka oid maqolalarni e'lon qilib kelgan. U adabiyot nazariyasi darsligini yaratgan. Tadqiqotchining ulug' o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy merosini o'rganishga bag'ishlangan qator asarlari alohida ahamiyatga ega. U keng qamrovli olim, adabiyotshunos sifatida xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot, zamonaviy adabiy jarayon, qardosh va jahon adabiyoti, adabiyot nazariyasiga oid o'nlab yetuk asarlarning muallifidir. Izzat Sulton badiiy adabiyot sohasida ham barakali ijod qilgan. Ilk dramatik asari Burgutning parvozi zamondoshlarini vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash jihatidan muhimdir. Uyg'un bilan hamkorlikda yozgan Alisher Navoiy asari o'zbek dramaturgiyasining yutuqlaridan biri bo'ldi. Noma'lum kishi, imon dramalarida ahmoq normalari, zamonamiz kishilarining fazilatlari ulug'langan. Yozuvchining yangi dunyo bilan xurofot olami o'rtasidagi kurashni, yangilikning bu kurashda qudratli kuch ekanini ko'rsatgan asari fidoyiydir. Ko'rmayin bosdim tikanni, Ibn Sinoning bolaligi, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarlarining uning ijodida muhim o'rinni egalladi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi davlat mukofotining laureati, Shuhrat medali sohibi Izzat Sulton 2001-yil 29-iyul kuni Toshkent shahrida vafot etgan.